Jim tur, qimirlama. Ko'tingni qissang, tezroq tugataman. O'zi, ko'tingni yuvganmiding? Ayblanuvchini qanday oqlamoqchisiz? U aybdor emas, janob. Kompyuterimdagi video dalil uning aybsiz ekanligini isbotlaydi. Bilasizmi? Bu dalboyib qip-qizil aybdor. Demak, bu o'sha bola. Ha, Ekranga qara. xuddi o'zi. Hayotimdagi eng katta Shu xatoyim. churkaga turmushga chiqmoqchisan. Bunaqaligini bilmasdim. Ha. Sen qiz bolasan. Senda bu narsa yo'q. Nima qilibdi? Oyim menga katta bo'lganingdan keyin bunaqa narsalardan xohlaganingcha olishing mumkin deganlar. Chunki menda bu bor. Emotional damage. Kunlardan bir kuni badavlat menejer samolyotda ketayotganda zerikib ketibdi va yonidagi bolaga qarab shunday debdi: "Hoy bolakay, kel suhbatlashamiz, shunda vaqt tezroq o'tadi." Qanday mavzuda gaplashamiz? Masalan, global muammolar haqida. Undan oldin bir savolimga javob bering. Dalada 3 xil hayvon turibdi: qo'y, sigir va ot. Uchalasi ham bir xil o't yeyishadi, lekin uchalasining axlati har xil. Qo'yniki mayda va yumaloq, sigirniki yapaloq, otniki esa dumaloq toshlarga o'xshaydi. Xo'sh, nega? Rostini aytsam, nima deyishni bilmayman. Oddiy axlatni hal qila olmasangiz, qanday qilib global muammo haqida gapirasiz? Jim tur, qimirlama. Ko'tingni qissang, tezroq tugataman. O'zi, ko'tingni yuvganmiding? Ayblanuvchini qanday oqlamoqchisiz? U aybdor emas, janob. Kompyuterimdagi video dalil uning aybsiz ekanligini isbotlaydi. Bilasizmi? Bu dalboyib qip-qizil aybdor. Demak, bu o'sha bola. Ha, Ekranga qara. xuddi o'zi. Hayotimdagi eng katta Shu xatoyim. churkaga turmushga chiqmoqchisan. Bunaqaligini bilmasdim. Ha. Sen qiz bolasan. Senda bu narsa yo'q. Nima qilibdi? Oyim menga katta bo'lganingdan keyin bunaqa narsalardan xohlaganingcha olishing mumkin deganlar. Chunki menda bu bor. Emotional damage. Ha